bir kanalda chiqqanini ko'rdim. Juda bir chiroyli she'r o'qidi, ta'sirli. Ona haqida. Men eshitib shunaqa maza qildim she'rni. Bu she'ri juda bir ijtimoiy tarmoqda tarqaldi. Endi Alloh rahmat qilsin, onasi o'sha Covid davrida olamdan o'tgan. Shunda o'sha boshlovchi bundan so'raganda shunaqa bir chiroyli javob berdi, shunaqa bir chiroyli she'r o'qidi. Men eshitib juda ham ta'sirlandimda, keyin shu she'rni yozib olganman. Qog'ozga tushirganman. Shunaqa bir chiroyli she'r yozmagan, agar ruxsat bersangiz shu she'rni o'qisak, men she'r sarlavhasi o'sha ona tobiz qochmasin, menimcha, ona tobiz qochmasin degan she'r. Diyorjon, Hasanning ovozidan kalonkadan chiqarib bersang chiroyli ish bo'lardi. Xo'p. Bir chalgin, bitta muni bir narsa chalib bergan fonda. Ona tobiz qochmasin. Ona tobiz qochmasin. Dildan orom qocharkan. Ona tobiz qochmasin, dildan orom qocharkan. Uyimizda rayhonlar chanqab suvsiz qolarkan. Ona tobiz qochmasin. Ona tobiz qochmasin, kapkul menga qolarkan. Bemaza ovqatlarim faqat sizga yoqarkan. Onajon tobiz qochmasin, menga qiyin bo'larkan. Kir ko'rmagan ko'ylagim kirxonada yotarkan. Ona tobiz qochmasin, opam, singlim og'rib qolarkan. Ko'zlariga yosh olib yoningizga yotib olarkan. Ona tobiz qochmasin. Ona tobiz qochmasin, otam soqov bo'larkan. Siqilgandan sigaret ovqat bo'lib o'tarkan. Maqtasam yuzlarin oy derdim. Ko'zlarin yulduzga tenglardim. O'xshashin osmondan izlardim. Yo oydan tushganmi onalar, yo oydan tushganmi ayollar. Gullar ham soqilar ayol deb, hislar sochilar ayol deb, voydot erkaklar osilar ayol deb. Yo oydan tushganmi onalar, yo oydan tushganmi ayollar. Kimdir savol berdi, aytgin Muhammad, yolg'iz sen rasulsan, butkul olamga dod. Kimga yaxshilik qilay? Ota-onamgami yoki yoxud bolammi? Rasul javob berdi.